barchalariga assalomu alaykum. Bugun men qaytdim. Nega 10 oydan beri yo'q desalar, chunki men o'qishdaman hozircha. O'qish, vazifalar hammasi bo'lgani uchun men ko'p video chiqarmadim. Bugun albatta chiqaraman. Bugun 6-kun bo'lsa, 6-kun bugunda dam olish kuni bizlar uchun. Shuning uchun bugun Animal Press nimadir o'ynaymiz. Shundan keyin mazza qilib ko'rishinglar mumkin. Va bu yerda ovoz berish ketyapti ekan. Biz qo'yaveramiz ovozni. Ha, mayli. Boshlanganmi? Даже boshlandi bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Hammamiz tayyormiz. Agar men dinozavr bo'lib qolsam juda ham yaxshi. Bismillah. Vay, biz bo'lmaylik, lekin mayli. 67 kim? Men 67. Shunga qo'shilamiz. Bu bolaga, bu haqiqiy dinozavrdan shayxlik qiluvchimi deyman. Bugun shayxlik emas, to'g'ri. Dinozavrdan, lekin ajoyib chiqadi degan umiddaman. Gapirmayman. Ozgina. Bu videoni maza qilib ko'rishingiz mumkin. Chunki bu o'yin juda ham ajoyib. Bu medkit. Bu mini. Mal. İyi. Oh. Nima? Tulki. Bu nima? Bular. Dot. Deli. Juda ham ko'p joyga ketib qoldi. Yo'may. Qayerda ekan? Barbar nega dam olishda ham chiqarsanglar bo'ladi, chiqarsiz bo'ladi desangizlar, to'garak ingliz tilidan shunaqa gaplar. Hozirgina qaytdim to'garagimdan. Mana ko'rmadi. Hop. Bo'ldi. Yutdik даже. Bo'ldi, MVP barimiz emasmiz. Bu hech kimni olib ketmadi. Biz birinchi o'rinimiz. Bu odam deyarli o'ldiribdi. Mayli, keyingi bosqich boshlanishidan oldin pauza. Va bu raund ham boshlanyapti. Bo'ldi. Menimcha biz bo'lamiz, chunki bu 33% da ham biz bo'lmadik. Mayli. Biz endi
Benga kimdir kirdi. Hozir ikkalamiz yo'q qilaveramiz. Давай. Bo'ldi. O'yin boshlandi. Va biz dinozavr chiqyapti. Movie T-Rex. И меч. Nega tushib qoldi? Mayli o'zim otib o'zim o'ldirar ekanman. O'zimizni usuldan qo'yamiz. Ben bir yere olib shu kisaga to'xtaylik. Chiqaylik. She'r qiling. Wow. Düşlek kelyapti. Olamizdan aldık olamizdan. Sekin bir yerden qoqishtirib tashlaymiz. Gel yo'yami? Seksen. Yok. Kaç kere yaptı dostlar. Yok. Ne mi? Ayaktan gelmiş. Ölgürdü. Hazır dostlar. Hiç kim görmedi. Yok. Hiç kim görmedi. Ben hem görmeye kaldım dinozavrını. Yine yok mu görmedim doğrusu dostlar. Mayli. Hiç kısa yok. 33% edi. 32'ga tushib qoldi. Spektakl qilib o'tiramiz dinozavrni. 10 oydan beri yok lan. Ben hayat qaytdim. Endi ko'p videolar chiqarishga va'da beraman. Rost. Bu gaplarim rost. Lekin chiqarmasligim mumkin. Lekin mayli. O'yinga e'tiborimizni beramiz. Chiqarishimdan chiqarmasligim mumkin. Biz 4-chi o'rinni egalladik. Yo, bu ko'tarildi, 10% ga ko'tarildi. Biz savol bermaydimi? Bermay ekan. Xafa bo'ldim lekin. Senga qo'shilaman do'stim, medium. Yo'q, 75-level ekan. Sistem 41 darajam. Yo'q. 552. Mega mech. O'zi ham dinozavr ekan. Double trouble. Nima bo'ldi hozir? Hani kimni tanlar ekan? Meni tanlasinda. Va men dinozavr bo'ldim. Yaxshi. Men dinozavrman.
Bu juda ham mana bu sifat qo'llab turgan ekan. Hali biz qanaqa dinozavr ekanmiz? Shumizmi? Lekin dinozavr bo'lganim yaxshi bo'ldi. Ikkinchi dinozavr ham chiqib kelyapti. Bu menimcha menman. Menimcha shu menman. Va bu biz emas ekanmiz. Mayli. Biz T-Rex'miz. Çünkü levelimiz kam. O zaman ben nimani ko'rdim? Shundan keyin videoni tugatamiz. Tugatamiz. Bu rejimni o'ynab bo'lgandan keyin bu rejim qiziq ekan. Qayerda odamlar? Bolalar. Men yeyapman bolalarim. Bolalarim bilasizlar. Tezroq chiqinglar. Suyaklarni qaranglar. Yo. Meni ota-onalarim shunaqa bo'lishganmi? Bizam hazillashganman. Oddiy bu. Ana, ikkita odam o'ldirgan. Men esa odamni hali ham ko'rganim yo'q. Dinozavr izlari biz qoldiryapmiz bu izlarni. Odamlar esa vahshiy bolalar. O'yinchilar. Bolalar. Men o'yin tanlayotganimda shunaqa o'yinga kelib qoldim. Yo'q, avval ham o'ynaganman. Chiqib qoldi, shuda video olsam-ekan deb o'ylab qoldim. Shundan keyin qarorim bir bo'ldi. Sprint yursa bo'lar ekan. O'lib buzildi. Tiqilib qoldim. Nimanidir ko'ryapman. Ana, birinchi. Mana. Topish kerak. Ana. Bo'ldi. Top. Escape the boat. Boramiz. Qayerqa? Yoniga kelsak. Chichadi. Qanday? Ana bizami? Menga hech kim damage bera olmadi.
Bo'ldi. Videomiz shu yerda yakun topadi. Sizlar bilan gamer biz bo'ldi.